Assalomu alaykum kanalimiz ishtirokchilari. Bugungi mavzumiz Windowsda yozuv chiqib qolyapti. O'shani yo'q qilishni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, aktivizatsiya degan yozuv chiqib qoladi doim. O'shani yo'qotishni yo'lini ko'rib o'tamiz. Buning uchun nima ishlar qilamiz? Hozir menda yo'q, bu yerda boshqa kompyuterlarda bo'lgani uchun bir ikkita do'stlarimizga muammo tug'ilgan ekan, shuni ko'rsatib bering degan uchun shuni videocha tayyorladim. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi navbatda mana yerda jadval tuzib chiqdim, nima ish qilishdi. Yozuvlar ko'rinmasa agar kameradan yo telefondan ko'rayotgan bo'lsangiz, yaxshiroq ko'rinish uchun Wordda yozib kattaroq qilib shriftda ko'rsatib berdim. Birinchi navbatda Windows knopka bilan, ya'ni Windows knopka qaysi desangiz, klaviaturada mana bu. Ctrl bilan Alt o'rtasidagi mana shu knopkadan foydalanamiz. Birgalikda R harfida bosamiz, ya'ni Windows knopkani bosamiz va R harfida bosamiz. Bosganimizda mana shu oyna chiqadi. Wypoliniy degan oynachamiz chiqadi. Regedit deb yozib olamiz va OK knopkani, mana pastdagi OK knopkani bosamiz. Chiqqan oynadan azizlar, endi buni ham kichraytirib olay sizlarga ko'rinishi uchun. Yozuv chiqqan oynadan ikkinchisini bajardik, regedit deb yozdik va uchinchisi ish bajaradiganimiz mana shu papkani topamiz. Lokalniy mashina degan mana uchinchiga turibdi. Buni yonida strilka bor, o'shani bosib olamiz. Bosganimizdan keyin do'stlar, mana software'ni ochdik. Software'ni ochgandan keyin endi Microsoft'ni ochib olamiz. Microsoft'ni ochganimizdan so'ng do'stlar, Windows NT mana do'stlar, mana Windows NT'ni ochdik. Bundan o'zi bitta papkasi bor. Buni ochib olamiz. Mana keyingisi 7-chi, 8-chini endi ochamiz. Software'dan ochib olamiz. Bundan mana Active deganda ochib olamiz. Aktivizatsiyadan do'stlar, mana endi papkalarni ochib bo'lganimizdan keyin oxirgisi mana qizilda yozib qo'yibman, o'sha faylni ochamiz. Ya'ni mana sichqonchani o'ng knopkasini bosamiz. Izmenitni bosamiz. Izmenit bosganimizda mana bu oyna chiqadi. Значение degan joyiga 0 turibdi, shuni 1 yozamiz va okni bosamiz. Mana do'stlar, amalimiz bajarildi. Endi nima ish bajaramiz do'stlar? Endi kompyuterimizni o'chirib yo'q olsak bo'ldi. Mana bu yerdagi yozuv qaytib bizni bezovta qilishmaydi. Перезагрузка berib ko'ramiz. Menda shart emas, sababi menda chiqqan yo'q aktivizatsiya. Ayrim do'stlarimizga chiqqan bo'lsa, bitta перезагрузка, ya'ni pustga kiramiz, ochib перезагрузка, ya'ni qayta yuklanishni bosadigan bo'lsangiz, bir o'chib yongandan keyin oynacha chiqmaydi yozuv. Aktivizatsiya degan yozuv sizni bezovta qilmaydi. Mavzumiz yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosing. Yangi obunachilarimizdan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'ling.